Qani, olinglar bolalarim. Qani? Hozir ovqat ham suzaman. Suzoq ovqat. Shirin ekanmi? Dilbar? Hozir. Mana dadasi. Tayyor. Tayyor bo'ldimi? Yaxshi. Dadasi. Ukam Sarvar yana ishdan haydalibdi. Hobbo. Yana-ya. Menga qara, shu ukani 3 marta ishga joylashtirdim. Har safar yaxshi pul, yaxshi maosh to'laydigan joyga joylashtirdim. Yo'q. Men bu gapim bilan senga minnat qilmoqchi emasman. Minnat emas. Lekin ukang ishlashni biladimi? Uzr dadasi, lekin bilasiz, ukam ishlamasa bo'lmaydi. U yoqda Dildora ham o'qiyapti. Stipendiyani o'zi yetmaydi-da. Qiynalib qolishadi. Unga yana bir marta yordam qiling, iltimos. Yo'q. Yo'q, Dilbar. Ukani yomonlash niyatim yo'q. Ukang mas'uliyatni bilmaydi. Bunaqa odam boshqa joyda ishlamaydi ham. Bir marta imkon bering, iltimos. Hozir unga yana qayerdan ish topib beraman? Tanishlarimga aytaverib, betim ham qolmadi. Xo'p, o'zingiz sexizga ishga oling. Nima? Nima, sen o'ylab gapiryapsanmi yo hazillashyapsanmi? Dadasi, iltimos, bu safar eplaydi, aniq eplaydi. Qo'ygin, har safar shu gapni gapirasan. Har safar shu gapni gapirasan. Onam bilan otamiz erta o'tib ketishdi. Men yordam qilmasam ularga kim qaraydi? Xo'p. O'zi doim shu gapni gapirasan. Biron narsani yo'q desam, sharoiting to'g'risida gapirasan. Bilasan, yo'q deya olmasligimni. Shundan foydalanasan. Lekin bitta shartim bor. Qanaqa shart? Xullas, sexda u seni ukang emas, meni qaynam emas. Hamma qatori oddiy ishchi. Men doim ishchilarim bilan masofada gaplashaman. Xo'p. Agar intizomni buzsa, ayab o'tirmay ishdan bo'shataman. Xo'p, kelishdik. Rahmat sizga. Bu, mayli, yaxshi boring. Mayli. Amaki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Opang, akang yaxshi yurishibdimi? Ha, hamma yaxshi. Rahmat. Men ham yaxshiman. Kennoyingdan xabar olib turibsizlarmi? Ha, o'tgan hafta borib kelgandim. Yaxshilar, xavotir olmang. Unday bo'lsa yaxshi. Opang bilan akangga salom aytgin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xo'p, xayr amaki, charchamang. Xayr. Ha? Kim bilan gaplashyapsan? Gaplashib bo'ldim. Tohir amakimiz bilan. Pul so'radingmi? Yo'q, g'alati-ku. Nimaga? Nimaga g'alati? Ha, Turkiyada ishlab yaxshi pul topadilar-ku. Bizga pul jo'natsalar hech narsa qilmaydi. O'zi kenayimni davolatish qarzini to'layman-da, ishlashga ketgan bo'lsalar. Uyalmaysizmi aka shunaqa degani? Ey, sen agar ularga ozgina qiynalib qoldik deganingda, 400-500 dollar shundoq berib yuborardilar. Soddasan-de. Aka, buncha xudbin bo'lmasangiz. Amakimiz Turkiyada ishlayotgan bo'lsalar, bu biz ulardan pul so'rashimiz kerak degan emas-ku. Sen shunaqa deb o'tiravergin, xo'p. Dildora, voy, qayersan Sarvar? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, tuzukmisiz? Xullas, muhim gap bor. Shunga kelgandim. Nima gap ekan? Xullas, senga ish topdim. Yo'q, zo'r-ku. Qayerdan? Pochayni sexidan. Bir kami menda pochcham bilan birga ishlashim qoluvdi. Boshqa ilojing yo'q. 3 ta joydan ishdan haydalding-a? Bu oxirgi imkoniyating. Bo'pti. Men sen uchunchi pochchangda iltimos qilaverib yuzim ham qolmadi. Yana meni yuzimni yerga qaratmagin, xo'pmi? Xo'p, ishlayman dedim-ku, bo'ldi-da. Iltimos.
Dildora uydami? Ana uyda. Dildora. Dildora. Bir kam endi pochchamni qo'lda ishlashim qoldi. Bir pasga o'ziga sex qoldi ya. Mashina, hamma narsasi bor. Meni bo'lsa tayinli ishim ham yo'q. Aha, bo'ldi, xo'p. Xabarlashamiz. Assalomu Sarvarbek, yaxshimisiz? va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerga ketyapsiz? Shu o'rtog'im uyiga. Sizni yana ishdan haydashdi deb eshitdim. Tirikchilik qanday bo'lyapti? Bo'ladi, amallayapmiz. Agar ish topolmayotgan bo'lsangiz, menga ayting. Sizga aytsam nimadir o'zgaradimi? Ha? O'zgaradi, yordam puli beraman. Yordam puli berishimiz mumkin. Axir aholini kambag'allik darajasini pasaytirish uchun biz ham harakat qilyapmiz. Rahmat. Meni pochcham o'zini ishiga ishga bo'ldi. Ertadan ish boshlayman. Unda yaxshi ish bo'pti. Zokirjon, baraka topsin. Shu salqin ichimliklar sexi ochib, juda yaxshi ish qildi. Qanchadan qancha kam ta'minlangan oilalar ishlab, oilasini ta'minlayapti. Ha, yaxshi-da aka, men bora qolay bo'lmasa kutib ham qolishdi. Mayli, uka. Mayli, charchadim. Nima yordam kerak bo'lsa, mahallaga chiqavergin. Xo'p. Xullas, bu yerda o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ularga rioya qilish kerak. Xo'p. Kechikish yo'q. Ha, menga qara. Telefon ishlatmaysan. Faqat tushlik vaqtida ozroq ishlatsang bo'ladi. Xo'p. Senga hozir ish o'rgatishadi. Assalomu alaykum. Biron bir savol bo'lsa, o'zimga murojaat qilasan. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Mayli, charchama. Yuring, sizga ishni ko'rsataman. Xullas, mana ularni to'g'irlash kerak. Bularni joylash kerak. Nima gap bor? Mana bu hujjatlarga tezda imzo qo'yishingiz kerak ekan. Shuni olib kelgandim. Bonu, sizga necha marta aytishim kerak. Hujjatlarni ortimdan ko'tarib yurmang. Esingizda yo'qmi? Uzr, hozir hisobchimiz bankka ulgurishi kerak ekan. Siz xonaga borib qo'l qo'yguningizgacha vaqt o'tib ketadi. Hisobchi bankka ulgura olmay qoladi-da. Mayli. Bering. Marhamat. Rahmat. Zokir Alimovich. Nima deysiz? Dugonam turmushga chiqayotgandi. Hop. Shunga salqin ichimliklarni shu sexdan arzon qilib bersangiz. Bonu, menga qarang. O'zingizni beshik to'yingizga ham bizdan olgansiz. Endi dugoningizni to'yiga olmoqchimisiz? Uzr, bilaman. Hali ham pulini berganim yo'q. Lekin rosa qiynalgan, yordam beray degandim. Shunga sizdan yordam so'rayman. Ha, mayli. Bo'ladi. Sizni tushunaman. O'sha pul bizdan sizga hadya bo'lsin. Voy, rahmat. Endi buni kerakli joyga ishlataman. Hali shoshmay turing, pochcha.
aytilgan hamma mahsulotlarni joy-joyiga joylashtiryapsizlarmi? Mana bularga kim joylashtirish kerak edi? Ishchilarga qaramayapsanmi? Ha? Nega o'tiribdi u? Ha, uzr. Sarvarjonga tanbeh bersam, ishimga aralashmagin. Bu pochchamning ishxonasi deyapti. Shunaqa. Qani yurchi. Ha, qiziq videolar ekanmi? Pochcha. Ishlamasdan telefon tutib o'tiribsan, shunaqami? Yo'q, 1 daqiqaga xolos edi. Men seni 1 daqiqangni bilaman qanaqaligini. Endi hozir kunda hamma ham telefonga qarab turadi-ku. Agar yana bir marta shunaqa qilganingni ko'rsam, ishdan haydalasan. Tushunarlimi? Pochcha, juda ham hazilkashsiz-da. Bu hazil emas. Oxirgi ogohlantirishim. Tushunarlimi? Pochcham meni odam o'rnida ko'rmaydi. Mayli. Hali ko'ramiz. Dildora? Uydamisan? Dildora? Dildor, uydamisan? Ha, kenaya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi, Yaxshi rahmat. keldingizmi? O'zing Ha, yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi. Hamma joying top-toza. Faqat ichkaridagi zalni bezatsak bo'ldi. Tinchlikmi? Nimaga? Bir yaxshi oiladan bugun sovchilar kelishadi. Sovchilar? Tayyorgarligimiz yo'q-ku. Keyin kim kutib oladi ularni? Mana menda qizim, tayyorgarligim yo'q dema. Kelinaying turibdi. Hamma narsani buyurtma qilib qo'ydim. Hali zamon kelib qoladi. Biz faqat mehmonxonani tayyorlasak bo'ldi. Qani yur. Opamga aytamizmi yoki Yo'q, aytmaymiz. Ha, ular endi birinchi kelishi. O'zimiz kutib olaylik, sir sinoatini bilaylik. Keyin opangni chaqiramiz, ha? Xo'p. Qani yur. Opa? 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 Hozir. Sarvar. Uka, yaxshimisan? Xo'sh, yangi ishing qanaqa? Ha, ish qilib pochchang bilan kelishib ishlayapsanmi? Uni qo'yib turgan. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimaga? Pochchamiz siri ochilib qoldi. Qanaqa sir? Nimalar deyapsan? Faqat menga va'da bergin. Pochchamga meni aytganimni aytmaysan. Voy, meni qo'rqitmasdan tezroq gapir. Xo'p, oldin Nimaga? va'da ber. Xo'p, va'da beraman. Mana buni qara. Tushunmadim. Kim bu qiz? Shunchaki gaplashyapti shekilli. Ish yuzasida menimcha qiziq qo'lida ham hujjat bor. Ey, bu hujjat shunchaki bir bahona xolos. Adashmayapsanmi? Yo'q. Men aniq bilaman buni. Xo'p, nimani bilasan? Ular har doim birga, har doim kulishib, mazza qilib yurishadi. Keyin bu qizchi erining kabinetda juda uzoq qolib ketadi. Men ustiga kirib qoldim. Qiz pochchamiz stulning ustida o'tirgan ekan. Shoshib yerga tushib oldi. Ikkovi ham meni ko'rib shoshib qolishdi. Sarvar, aldamayapsanmi? Aldamayapman, o'layigar. Pochchang unaqa odam emaslar. Men ham shunaqa deb o'ylardim, lekin o'zimni ko'zim bilan ko'rgandan keyin fikrim o'zgardi. Ularni-chi birga ko'rib qolganim uchun pochcha meni ishdan bo'shatib yubormoqchi. Men senga achinganimdan gapiryapman. Aldanib yashash oson emas. Bo'lishi mumkin emas. Bu achchiq haqiqat. Pochcham senga xiyonat qilib yuribdi. Ko'zingni kattaroq ochgin. Xudoyim.
Dilbar? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Siz ayting nima bo'lganini. Tushunmadim. Nimani aytishim kerak? Xo'sh, o'sha qiz kim? Voy. Qanaqa qiz? Atyoqdagi qizda. Esing joydan qayerdan olding bunaqa gaplarni? O'zingizni go'llikka solmang, xo'pmi? Siz o'sha qizlar bilan yurasiz. Menga qara, es-hushingni yeb qo'ydingmi, Dilbar? Es-hushim joyida. Menga qara. Kim senga bunaqa yolg'on gaplarni gapiryapti? Ayt, basharasini urib yoraman. Ha? Haqiqatni aytgani uchunmi? Yo'q, menga qilayotgan tuhmati uchun. O'zingizni oqlamang, xo'pmi? Men hammasini bilaman. Nimani bilasan? Nimani bilasan? Sizni jazmaningiz bor. Mendan bo'lsa sog' bo'lgansiz. Menga qara, sen jinni pilni emasmisan, qayoqdagi gaplarni gapiryapsan? Bo'ldi, bas, yetar yolg'onlaringiz. Shuncha paytdan beri meni aldab yurgan ekansiz. Dilbar, bu nimasi? Sen menga ishonmaysanmi? O'z eringga ishonmaysanmi? Ishonmayman. Bo'ldi, bas qil bunaqa gaplaringni. Meni bilasan, bilganim, uy, ish, oilam, boshqa hech narsani bilmayman men. Yolg'on gapiryapsiz. Mana shu harom yurishlaringizni kasri bolalarimizga urushidan qo'rqmaysizmi, Og'zingga qarab gapir. Qanaqa harom yurish? Bo'ldi. Yetar. Men ortiq bunaqa yasholmayman, tushundingizmi? Nima demoqchisan bu gaping bilan? Hech qayerga ketmaysan. Ketaman. Ketmaysan. Hali shunaqami? Menga qara, Dilbar, xato qilyapsan. Kim xato qilayotganini vaqt ko'rsatadi. Yo'q, hech qayerga ketmaysan. Qo'yib yubormayman. Bo'ldi, qil. Iltimos. Sizni ko'rgani ko'zim yo'q. Xiyonatkor er bilan yashamayman. Bolalarimizga kasringiz urishni xohlamayman. Bolalarni ham o'zim bilan olib ketaman. Bolalarim, qani kelinglar. Bo'la qol. Ushlaman buni. Shoshma, hech qayerga ketmaysan. Sen hech qayerga qo'yib yubormayman. Bo'ldi, qiling. Siz ham erkak bo'ldingizmi? Ol. Nima? Shunaqami hali? Shunaqa. Ket. Yo'qol ko'zimda. Ketaman ham. Tushundingizmi? Ketaman ham. Yuringlar. Nima bu, hammani sanni o'tir taxlab tashlagansan? Siz-chi menga aql o'rgatmang. Bor yo'q o'zi pochcham yordamchisi xolos. Boring, ishingizni qilavering. Yaxshi. Sarvar, Ha, pochcha. bu nima qilganing? Butun partiyani aralashtirib tashlabsan-ku. Buni menga hech kim aytgani yo'q edi. Yolg'on gapirma menga. Kuzatuv kamerasidan hozirgina ko'rdim. Yordamchim Odil kelib senga hammasini gapirdi. Uni menga buyruq berishga haqqi yo'q. Tushunmadim. Sen nima menga gap qaytaryapsanmi? Yo boshliqmisan bu yerda? Pochcha nima, opam malimni mendan olyapsizmi? Menga qara. Sen bilan gapimiz tugagan ko'rinadi. Tushunmadim. Tushunmadingmi? Ishdan bo'shading. Nima? Shunaqami? Men bitta gapni 2 marta qaytarmayman. Bo'shading. Hali pushaymon bo'lasiz. Pushaymon qildiraman. Odil, qara, mahsulotlarni to'g'irla. Qalisan? Yaxshi. Ma, Beshotchi. Assalomu alaykum. Ana ichkaridalar. Bor chaqirib ol. Hozir. Ha, Sarvar keldingmi? Ishdan vaqtli kelibsanmi? Ishdan haydaldi. Pochcham haydab oldi. Ishdan haydab yubordi? Voy, nimaga haydaydi?
Seni deb. Meni deb? Men uydan ketgan bo'lsam, senda nima ayb ekan? Chunki men uni kabinetida ushlab olganman-ku, bittasi bilan. Sen ketib qolganingga meni aybdor deb haydab yubordi. Demak, hammasi rost ekanda. Ha. Pochcham o'sha qizga uy olib bergan. Ular aniq ko'rishib ham turishadi. Aniq javob beraman gapingga. Nimalar deyapsan sen? Sen ishonmasang ham bu haqiqat. Qizim, bunaqa arazlab kelib bekor qilibsan. Xiyonat qilsam jim chidab o'tirishim kerakmidi? Zokirjon unaqa yigit emasdi-yu. Men ham uni unaqaligini bilmagandim. Ko'zing bilan ko'rib, qo'ling bilan ushladingmi? Birga gaplashib turgan suratlarini ko'rdim. Surat boshqa, hayot boshqa. 4 ta suratni deb bolalaringni yetim qilmoqchimisan? Bo'ldi, Kenaya. Men bitta qarorga kelib bo'ldim. Kalta o'ylayapsan, qizim. Yaxshilab o'ylab ko'rishing kerak. Kenaya. Bu opamni hayoti. Siz aralashib nima qilasiz? Ayollarning gapiga sen aralashma. Kenaya, siz o'zingizni bolalaringizni o'ylasangiz bo'lardi. Bizni tinch qo'ying, Kenaya. Nima? Sarvar, bu nima deganing? Jim uyat bo'ladi. Uzr so'ra Kenayimdan. Uzr, sal qizishib ketdim. Onang rahmatlik. Ovsin emas. Opamdek edi. Xuddi opa singildek bo'lganmiz. Sizlar ham menga begona emassizlar. Bo'ldi, Kenaya. Hali yoshda gapiraveradi. Uzr so'radi-ku. Mayli. Kek saqlaydigan odatim yo'q. Seningga sovchi kelgandan xabaring bormi? Dildor aytgandi. Voy. Yigitni oilasini yaxshi taniyman. Bizni mahallamizdan. Juda yaxshi oila. Bilmadim, Kenaya, hayronman. Agar yulduziga to'g'ri kelsa, amaking bilan o'zimiz bosh-qosh bo'lamiz. Bilmasam endi. Dildora o'zi nimadirkan? Shuning uchun ham xuddi ko'nglimizni bilgandek, kuyov taraf uchrashuv taklif qildi. Mayli, agar Dildor ko'nadigan bo'lsa, biz nima ham derdik? Ko'risha qolishsin. Dildor oldin o'qishni bitirsin. Sen aralashma. Zo'r ekansiz o'siz-a? Men akasiman, oldin o'qishni bitirsin deyapman. Hech kim singlingni qo'l oyog'ini bog'lab erga berayotgan yo'q. Avval uchrashuvga chiqib ko'rsin. Yigit bilan ko'rishsin, suhbatlashsin, bir-biriga ma'qul bo'lsa, keyin o'ylab ko'ramiz. Muncha shoshma-shosharsan? Mayli, Kenaya. Dildorga aytarman. Uchrashuvga chiqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizga. Voy, rahmat. Sizni menga suratingizni ko'rsatishgandi. Hayotda suratdan ham chiroyli ekansiz. Rahmat. Biroz aylanaylik, keyin kafega boramiz. Xo'p. Qani ketdik. Xullas shunaqa qilib, siz universitetda 2-kursda o'qiysiz-a? Ha, shunaqa. To'ydan keyin o'qishni davom ettirmoqchimisiz? Ha. O'z bilimim bilan o'qishga kirganman. O'qimoqchiman. Menga aynan shu javob kerak edi. Nega? Chunki sizdan avval uchrashuvga chiqqanimda siz nima desangiz shu degandi. Bu javob emas. Nega unaqa deyapsiz? Bunaqa degan qiz yo ayyor bo'ladi, yo o'z fikriga ega bo'lmaydi. Menga ikkisi ham to'g'ri kelmaydi. Haddan ortiq itoatgo'ylik ham odamni qachon keltiradi?
Demak, sizga o'z fikriga ega qiz kerak ekanda. Ha, Agar men to'ydan keyin, o'qishni bitirgandan keyin ishlayman desam, nima deysiz? agar ulgura olsangiz, bemalol. O'zim sizga yordam beraman. To'g'risi, men har doim turmush o'rtog'im meni qo'llab-quvvatlashini xohlardim. Siz menga juda ham ma'qul keldingiz. Qani, ketdik unda kafega. Mayli. Ma'ruf. Lola. Ura dadajonim keldilar. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni sog'indinglarmi? Qani, nima qilamiz? Ketamizmi uyga? Tushunmadim. Nimaga keldingiz? Sizlar nima qilib turibsizlar? Meni bolalarni ko'rishga haqqim bor. Yo'q. Qani tez uyga kiringlar-chi. Bo'linglar. Dilbar, bu nima qiliq? Esing joyidami seni? Agar yana joyizdan qimirlaydigan bo'lsangiz, ichki ishlarga qo'ng'iroq qilaman. Bolalarimni o'g'irlab ketmoqchi bo'lyapti deb aytaman. Tushunarlimi? Menga qara, nima? Sen aqldan ozganmisan? Senga nima bo'lyapti, onasi? Har narsa bo'lgani yaxshi. Tavba qildim. Bo'ldi, bas qil. Meni ayblashga isboting yo'q. Isbotni sudda ko'rsataman. Ana o'shanda ko'rasiz. Xo'pmi? Rostdan ham aqldan ozib qolding shekilli. Qanaqa sud? Ajrashamiz. Ajrimga beraman. Menga qara, esingni yeb qo'yibsan sen xotin. Ey, Sen nima rostdan ajrashmoqchimisan hozir? shunaqa. Xiyonat qilib yuradigan er bilan yashashni xohlamayman. Undan keyinchi bolalarimgachi kasofat uradi. Xo'pmi? Bo'ldi, bas qilgin. Men hech qanaqa qing'ir ish qilganim yo'q. Ha, yo'q. Nimaga keldingiz? Keting bu yerdan. Sen aralashma. Opam sizni ko'rish xohlamayapti. Keting, jo'nang. Men senga gapiryapman. Bor nariyoqqa, toshkini ter. Keting bu yerdan. Bu bizning uy. Opa, charchab qolmadingizmi? Voy, keldingmi? Nimaga? Yigit ma'qul keldimi? Ha, ma'qul keldi. Yaxshi yigit ekan. Yaxshi-de. Unda kenayimizga aytamiz. Qani? Voy, atirlar ham berdimi? Ha, Zo'r bo'pti. Qara chiroyliligini. suvga solib qo'yamizmi? Ha, suvga solib qo'yamiz. Oho. Uchrashuvga chiqqaningda bo'lajak kuyov bergan sovg'ali shumi? Qara. Ha, Atri ham bor. Kuyovimizni nima balo, didi pasmi deyman, ha? Qani berchi? Shu ham atirmi? Ahvolini qara. Nimasi yomon? Men ham shunaqa atir sepaman-ku. Bu oddiy har kuni sepiladigan atir. Yosh qizlarniki emas. U 70 ga kirgan ayollar sepadi. Menga qara. Sen qachondan beri o'zi atri farqiga boradigan bo'lib qolding-a? Sen aralashmay tur. Singlim, seni qadring shu bo'ldimi? Tuzukroq sovg'a bersa bo'lmaydimi? nima qilibdi aka? Balki u atirni farqiga bormas. Farqiga bormasa ham hadini biladi-yu. Ahvolini qara. Mana bu gulni qara. Kichkinagina, kattaroq gul bersa bo'ladi-yu. Aka, nima farqi bor? Farqi bor. Bu seni odam o'rnida ko'rmaslik, tushunyapsanmi? Nima bersam ham bo'laveradi deb o'ylaganmi? Voy, unchalik emasdir endi. Fotihadan keyin yaxshiroq, kattarog'ini olib berar. Ey, hech qanaqa Fotiha ham, to'y ham bo'lmaydi.
Aka, Voy, esing joyidami seni? Bu kenayim topgan oila. Juda ham yaxshi oila deb maqtagandilar. Opa, singil bizniki. Kimga uzatishni, kimga uzatmaslikni o'zimiz hal qilamiz. Kenayim emas. Bo'ldi uka, endi maydalashmagin. Shu maydalashmagin deysan-u, odamni shunaqa payt bilasan-da qanaqaligini. Endi uchrashib turibdi, tuzukroq sovg'a bersa bo'ladi-yu. Bu menimcha bo'lmagan oila, bo'lmagan yigit. Unga uzatadigan singlimiz yo'q. aka, Bo'ldi-qi. Kattalar gapirganda jim turishni o'rganga. Xo'p, uchrashdinglar, qayerga bordinglar? Yoki pastlik qilib faqat ko'chani aylantirib yurdim. yo'q. Turkcha kafega bordik. Kafega? Ha, Nimaga restoranga emas? bilmadim. Restoran bo'lmasa ham yaxshi, chiroyli kafe ekan. Yaxshi. Nima buyurtma qildilar? Bo'ldi endi bunchalik maydalashmagin uka. Sen jim tur, gapir. Bayte, lahmajun, choy, paxlava, kola. Shular? Pas. Shu arzimagan narsalarni buyurtma qildim. Kattaroq mundoq qimmatroq narsani aytsa bo'lmaydimi? Aka, o'zim shu narsani xohladim. Xo'p, sen o'zing xohlagan bo'lsang ham, sal xijolat qilgan holda sal kattaroq narsa aytvorsa bo'ladi-yu. Uka, endi juda ham haddingdan oshyapsan-da. Bo'ldi qilgan. Singlimizni bitta pastga berib xor bo'lishini xohlamayman. Ha, shunaqa degin. O'rgildim sendan. Tushunarsiz. Endi nima qilamiz, opa? Bilmadim. Ha, oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, kelinni qaytarib olib keldingmi? Yo'q, u qaytmadi. Janjal qilib meni haydadi. Haydatsa qaytib kelaverdingmi? Yo'q, oyi, bormayman deb turib oldi bu. Ikkita munchoqdek bolang bor. O'zi o'shalarni deb ko'zim qiymay borgan edim. Bo'lmasam, keliningizning gapi jon-jonimdan o'tib ketdi. Bolam, oila bu muqaddas. Arazlashni sabab qilib ajrashib keta olmaysizlar-ku. Oyi, bu shunchaki gap emas. Keliniz meni xiyonatda ayblayapti. Shu gapni ushlab olgan. Qayoqdan oldi bu gapni? Qayerdan bilaman? Bor deydi. Sudda ko'rishamiz. Ajrimga berganman deydi. Voy o'lmasam. Nimalar qilib yuribsan? Oyi, yo'q. Siz ham noto'g'ri tushunyapsiz. Kelinizni yonini olmang. Men o'zimga javob beradigan erkakman. Unda-chi o'g'lim, kelin bilan o'zim gaplashaman bolam. Sen ozgina sabr qilib tur. Xo'p, oyi. Yaxshi o'tiring. Ha, aytgancha. Ukam yaxshimi? Yaxshi bolam. O'zimni tashvishlarim bilan bo'lib, uni ham so'ramabman. Ishlari ham yaxshi bolam. Mayli, oyi. O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli bolam. Alo, Allo. eshitaman. Yigit kishi unaqa bo'lmaydi-da, uka. Birinchi uchrashuvdanoq befarosatligingizni ko'rsatib qo'yibsiz-ku. Aka, uzr. Men atir farqiga bormayman. Sotuvchi shu atir yaxshi, hamma shuni olyapti deganda. Atirni hidlab ko'rsam, hidi yaxshiga o'xshadi. Olaveribman keyin. Nima sizni o'zingizni bundoq fikringiz yo'qmi, dedingiz? Aka, uzr deyapman-ku. Singlimni oddiy kafega olib boribsiz-a? Restoranga emas. O'sha joyda o'sha kafe bor edi. U yerda ovqatlari ham yaxshi. Biz turgan joy yaqinroq bo'lganligi uchun o'sha yerga olib kirgandim. Xo'p, mayli, uni tushundim. Berib yuborgan gulingizni qarang. Kichkina. Aka, to'g'risi shoshib turgandim. Ishda ushlanib qolgandim. Shuning uchun birinchi uchragan gul do'koniga kirib, tayyor guldastani olgandim. Atay buyurtma qila olmadim. Keyingi safar albatta chiroyli guldan olamiz. Keyingi safar bo'lmaydi endi. Aka, unaqa demang. Singiz menga juda ham yoqdi. Men unga o'ylanmoqchiman. Bekorlarni aytibsan. Singlimni ikki dunyoda ham senga bermayman. Tushundingmi?
Ha, tinchlikmi? Kim bilan gaplashding? Dildorani akasi bilan. Yo'q, yigit kishi bo'lib ham shunchalik maydalashyaptimi? O'zim ham hayronman. Umrimda birinchi marta kelinni akasi kuyov bilan bunchalik maydalashishini, tirnoq ostidan kir qidirishini birinchi marta ko'ryapman. Ha, o'zi ham hech narsa qolmadi. Bergan atrimdan tortib, gulgacha gapirdi. Menga qara. Bunaqada bu qiz bilan baxtli bo'la olasanmi, bolam? Oyi, lekin Dildora juda ham yaxshi qiz. Xuddi meni ko'nglimdagidek. Lekin akasi bu ahvol bo'lsa, sen bunaqa ekanligingni bilmagan ekanman. O'zimni ham boshim qotib qoldi. Kamiga akasi senga beradigan singlim yo'q devordi. Menga hamchi o'zi Tursunoy opa maqtagani uchun sovchilikka borgandim. Qizni o'zi yaxshiga o'xshadi, lekin akasi bunaqa mayda gapligini bilmagan.
मिठू। हाँ क्या कह रहे मिठू, क्या कह रहे? सो जाओ बेटा, रात के 2 बजा है, सो जाओ मेरा बच्चा। सो जाओ। सो जाओ भैया, सो जाओ, सो जाओ, रात हो गई बहुत है। नींद नहीं आ रही? क्यों नींद नहीं आ रही? सो जाओ। तो सो जाओ। हाँ क्या कह रहे? एसी चला दें? एसी तुम्हें ठंडे लगती है। सो जाओ।